davramizga yana bir bor hammalaringizni taklif qilamiz. Mana qarang, O'zbekiston xalq artisti, Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamovga Ibrohim Hoji otamiz bugun to'yonani, to'nni kiydirayotganlar. Aziz do'stlar, men davrani boshqarar ekanman, meni o'zim ham hovliqib turibman. Bir yaxshi qarsaklar bo'lsin. Rahmat. Bu qarsaklar Xorazm viloyatida birinchi bo'lib o'tgan yili paxtadan olingan davlat shartnomaviy rejalarini uddalagan muhammonliklarning qarsagi edi. Bu yil bug'doydan olingan davlat shartnomaviy rejalari ham viloyatda birinchi bo'lib uddalandi. Xudo xohlasa yaqin kunlarda paxtadan olingan majburiyatlarimiz ham bajariladi. Sizlarga yana bir murojaat qilishni xohlar edik. Yana bir olqishlaringiz bo'lsin. Rahmat. Qarsak chalib, bugun olqishlayotgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hamma niyatlaringiz ro'yobga chiqsin. Xonadonlaringiz to'yxona bo'lsin. Aziz do'stlar, davramizda O'zbekiston, Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov. Haqiqatan ham Benazar aka Sobirovning fikrlarini qo'llab-quvvatlashni juda xohlar edim. Bobomurod akani bu kunda san'at sohasida erishgan muvaffaqiyatlar yana bir narsada ko'rinadi. Bugun Xorazmda umuman o'zbek qo'shiqchilik san'atida Bobomurod Hamdamov qo'shiqchilik maktabiga asos solingan. Mamlakatimizning barcha viloyatlarida yuzlab yosh san'atkorlar ustozimizning qo'shiqlarini ijro qiladilar. Haqiqatan mashhur kino rejissyori va aktyori Raj Kapur men bu ishni Amerika Qo'shma Shtatlarida yo'qotgan edim. Uni O'zbekistonda Toshkentda topdim degan bir iborasi bor. Bu paytda Bobomurod aka Hamdamov nazarda tutilgan. Aziz do'stlar, hammangizning nomlaringizdan ustoz san'atkorimizga davramizga xush kelibsiz deymiz. Sizlarni hammalaringizni to'y ayyomi bilan kelin-kuyovlarni hammamiz nomimizdan tabriklaymiz. San'atga baxsh umrning ajib mo'jizasi bor. U dunyoni tark etsa, undan dunyo qoladi. Odam umri sar'adli, qo'shiq umri poyindor. Navosoz yuraklardan o'lmas navo qoladi. Aziz do'stlar, sizlarning axborotingiz uchun mana Qadamboy aka Ibodullayev rahbarligidagi Mavluda studiyasi to'y davramizni eng zamonaviy kompyuterlarda va video kameralarda yozib olmoqda. Manzilimiz Urganch shahri. Aziz do'stlar, xonadonlarimiz to'yxona bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, har birimizning xonadonimizda to'y bo'lsin. Bobomurod aka Hamdamovga qo'shiq kuylash navbatini beramiz. Va yana bir marta sizlarning olqishlaringizga murojaat qilishni chin dildan xohlar edik. Rahmat. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, mana bugun ikkala baxtli yoshni nikoh ayyomlariga bag'ishlangan to'y davramiz o'z nihoyasiga yetib borayotir. Albatta bugun to'y davrasida hammalaringizga tabrik navbati berishning ilojini topa olmadik. Hali bu xonadonda ko'p marotabalab to'ylar bo'ladi. Aziz do'stlar, yaqinda mana shunday katta to'y davrasida yoshlari 80 dan oshgan azorasizlik bir otaxonamiz aytdilarki, O'zbekistonda Amu daryo, Sir daryo mavj urib oqayapti. Bu ikki daryo, lekin O'zbekistonda yana bir daryo bor. Bize shunday hayron qoldik, qaysi daryo ekan deb. Shunda aytdilarki, bu san'atkorlar, bu ijodkorlar, bu xalqimiz shular bilan yashaydi. Mana shu 3-daryoni mavj urishida sababchi bo'layotgan insonlardan biri Bobomurod akamiz Hamdamov. Bir yaxshi qarsaklar bo'lsin. Hammangizning xonadoningiz to'yxona bo'lsin. Yana ustozimizga, Bobomurod akamizga yana bir tilakni sizlarning vakilingiz sifatida aytishni xohlar edim. Muhammonliklar, azorasizliklar nomidan mana Bobomurod akam O'zbekiston xalq artisti, Turkmaniston xalq artisti. Xudo xohlasa vaqt soati kelib Hindiston xalq artisti ham bo'lg'aylar. Rahmat. Hozir ham